Tegdi qılımğa, xoş xəbər deyman ata-anamğa. Mən daim maaş ilib tuş görmən. Əmdi bu pullarını şu capakeşlərge vermən. Andın ulanın közlərdəki razılıqını görmən. Andın ulada azraq pul ilib bazarıq girmən. Sıqılıb əmdi maaşımdan dövşürmən. Yes, şükür. Ekilin kızım, ekilin. Pulunu bana verin, ekilin. Oy, neymiş qaz, siz kim? Vay, ben sizden dadınız emas mı? Dada? Ha? Baba, xatalışıb qapsız. Oy kızım, koşkum içip gitti. İşenmesem, ottağa apayını sonra. O kim? Apan emas mı? Apa? Ha? Baba, xatalışıb qapsız. Ey kızım, sen beni yeni tonuma sok kapsan da. Yeni tonuma sok kapsan. Ben koşkum içip gitti. Ben tamak yey pul bergin ki. Baba, xata tunub qapsız. Qusqunuz aşqan bolsa, uyingizga erib tamaq yang, ha? Ey bu atganın şu öyni tapanmay. Aran digende seni tapsam, sen beni taşlap ketemse. Bana tamak ebbe deyme, ben kosak aç deme, aş yeyme, aş. Tamak yeyme, aş yeyme. Aş yeyme, aş yeyme. Maqul. Ben sizge tatlıq türün prənik yap berey, ha? Ben tamak yey kızım, ben tamak yey. Adam terg'ini mushta bo'lib qoldiga o'xshaydi. Boshqa tursa, eliga qo'shqasi chiqib olmaydigan tursa. Baba, bu yoqqa aldirmay. Mana bu yerda oshxona bor ekan-ku mana. Voy, men topamag'ini bilan oshxona tozobdan bildik-a bo'lmasa. Baba. Odam bormi? Ha, mana keldim. Mana keldim. Voy, kelisizlar, mehmon kelisizlar. Mancha, kelisizlar. Nim tomoq yeyishlik? Bizga. Go'shlandim birini. Narindim birini. Bu ise altızın kebap. Ha, ma'qul. Ahırda ügürler qetiqdan qetishmayan. Xo'jayin, oshxonalarda eng azon tomoq qaysi tomon? Suyqash, bir qachisi ichib qo'y. Suyqashdan bir qacha. Ha, ma'qul. Boshqalarni keltiraymi ya? Yo'q, boshqalarni yemaymiz. Ay, boshqa tamoqlarni yeyme kızım ben. Boshqa tomoq yo'q-ku. Bu oshxonada faqat suyqash chiqdi-ku. Boshqa tomoq chiqmaydi. Voy, kim shunday deysan? Bizning bu oshxonacha hamma tomoq chiqadi. Bir-birsidan o'xshaydi. Xo'jayin, xapamay suyqash chaqirasiz o'zingizga. Shunda. O'tirib turibsizlarmi, ma'qul. Mana boshqani qilib bildiganda qilib turdi. Cho'qim tamoq o'xshaydi. Oy, assalomu alaykum, o'ltirishlar. O'tiring. Vah, mana oshxona xo'jayinim xili qonlashgan ayol. Asla. Qani asla. Ana qo'shqifkam. Voy, kelolmayman, qana olingiz yaxshi turibsiz. Qanda oshxonani tamog'i o'xshaydiganda? Voy, o'xshamaydigan, mantiga, puluga, samsamga quyib qo'ygandek o'xshaydi-da. Hadi, bu oshxonada suyqashdan boshqa hech qanday tomoq chiqmaydi. Shundaymi qizim? Chaq qilyapti. Qarang ukam, nim tomoq yeysiz, danga hamma tomoq chiqadi. Unda siz menga 5 manat berib polodan bir Ha, ma'qul. 5 manat berib. Menmi 5 manat berib polo yeyman. Ha, ma'qul izzatliman sen. Jotman, buva siz oshman desangiz bo'lmaydi. Bularning mantusi ishonchlik emas. Uning ustiga ishib qolgan manta sutda chiqib berdi. Yeb lag'irib qolsiz, yeman. Bo'ldi, oshmat yemayman, bo'ldi, oshmat yemayman. Qarang ukam. Siz bizning oshxona ashunda tomoq yeb boqqanmi? Laqtada xapamanga, men buvamni aldayotgan. Tarkiz xapamanga. Aka, xotirjam yeyavering. Bularning mantusi cho'qim ishonchlik. Xo'jayin. Ha? Belig'inglar ham Voy, bafkam, qarshayning belqidan, ha? Yine keldirgan. Ash qarshaning belig'idan bir qo'rib Ha, ma'qul. Men beliq yeyman. Ha, izzatlim tamam sen. Yozma, buva beliq yesangiz bo'lmaydi. Beliq deganning muz sug'oq. Uning ustiga hozir sun'iy boqadigan bo'lib ketdi. Beliqni o'g'it bilan boqamda, nim bilan boqadi siz bilmaysiz. Shuning uchun suyqashlar. Voy, da ko'nglimnalashtirdim. Oshxon tomoq yeyilib bulanda bo'lmamda. Yemidan bo'ldi. Mekiran. Ay, oldirab qapolab ketmay istayman. Mekiran, qarang. Havoda karvon ketaverdi-da. Ular bilan nimkoringiz deyman. Hamsima ishlayman. Karvon yeyman hamsa. Ular boshqa ketmasanglar, siz bilan munosabat yo'q, so'tashdimi? Ma'qul ukam, siz o'tirib turaman, chiqayamsa, ma'qul. Nima gaplarni qilib o'qisan? Ha,
Yemedinizmi? Ben başı tamaklarımı yiyme kızım. Bova, başka tamak yok. Siyqaşçın ha? Başı tamak buyuruttuk ku. Voy, başka tamak yok. Ya bay belik buyuruttuk ana. Voy, bilik yok. Xo'jayin, Ben dedim Mana, belik mana, bana belik dedim koymuş ku gelmiş bana. mana. Bana belik çıktı ku bana. Oy ben belik kaçıp gitti ku. Bilik qizqichingasiz. Siz kelib siyqishingiz ichivering ha? Mana qimiz ko'p. voy, Ay, va bu- qimizim chiqibdi-da, va qimiz bilan birga chiqibsiz-da buni. Ondan sonra ben bakayım işime. Qimiz ichsangiz bo'lmaydi. Zimbirli. Qimiz degan yaxshi emas. Nima ishqa? Qimiz degandan uning ustiga buzochi qarang, qimizni eliq ishib qolgan, turib qolgan qitiqni qimiz deb chiqib berdi. Ichibni qo'sqingiz aqiydi. Sizga mana. Bu mushtaka qizim qismamdimmi? Ma qarang usta miyaydi kilo. Zimbir. Miya kilo ustam. Siz oshunda qimiz ish baqqan bizning oshxonada, ha? Jinimada xopamman. Men buvamni aldayotgandim. U odamni Bak buvamni aldatimda bir tilim qumizim tüketdingiz-chi, tüketdingiz. Jinim ustam xopamga lekin. Tozim bir qizlar kim va? Xopamga qarang. Qarang, u qizning-chi asraq qabriston bir skamdak. Shu ishqiskamda qildi bu qizlarni. Qarangma beliqni-chi bizning ustam maxsus sizga o'xshitib qo'yadi qarang. Ina. O'xshabdi-da. Ben belik yiyme kızım. bilik yaxshi emas, suyqashching ha? Ay belik yiyme dedim ku ama. O'xshabdi. Voy, bilik yaxshi emas, suyqashching. Ay, belikni shunda adamning yigisi keltirib ağzını çakıldı yeb kitib bardi kızım mening belik yegim bor. Voy, sizni suyqishingizni chakildi terib ishching ha? Bu suiqashnda ishkini bo'lmasa, Voy, sizni suyqishingizni ishching ha? valla men belik yeychu. Bilik bo'lmaydi, men boy dedim-ku, bova. Bilik deganni o'g'it bilan Yavrum. Bilik deysiz qat'iy bo'lmaydi. Bilik deganning qiltiriq va gilingiz turib qolsa xatarlik. Mayli, qo'rqmayman. Voy, agar qiltiriq gilingizga turib qolsa, bo'ldi mana. Voy qandara. Ay, yaxshi qoldi. Yaxshi qoldi. Rahmat aka qiltiriqingizga. O meni gelib qiltirib turibman, siz nima qo'shib ketsiz? Sizni gilingiz qiltiriq turib qolg'achqa, men bovam bilik yemaydigan bo'ldi. Ya qanday qizlar sizlar pulingiz turib, bovimiz bir metr chidamaydigan. Voy, bu mening bovam emas. Kim ishindibka? Voy, men yo'lda obyaptim. Voy, jon, bo'ldilar. Bova. Bak kız, sizin nimangiz? Benim kızım. Voy, siz uning nimasi? Hemen boğsa. Voy, jon, xatolashmasangiz-chi, bova. Buvingiz kelgana? Va? Voy, jon. Qizim bir qizlarga. Ay, bova, qo'ping'a o'rningizdan. Men keling. Xopamga. Siz obaytim cho'ng yo'lda ostiga taynib ketib ekansiz. O çağda siz pul sanab kağıt tükensiz. Shundoq, men shu vaqtda sharab. Voy, jon, bo'ldilar, bu gapni qilishmaylik. Shuning bilan siz qo'sig'imashni dedingiz. Belli. Ko'nglinizning yaxshiligi deb meni oshxonaga boshlab keldingiz. Endi asli keldi. Bova, endi ularga o'zingizning kimligini deb bering, ha? Ma'qul, menday. Men uning dadisi. Voy, jon, yana olsun. Men qarang jinim ustam. Men buvingizdan bugun ko'ngli har xil tomoqlarni tatib qopti. Piqsiqlik qilmay atpansiz bo'lmamdi deyman. Tomoq kantotqanning hammasi mening bovam bo'g'itdi. Hey! Qarang, qizning deb shurgan gapini ko'rdingizmi? Ya qizchoq, men odamda ozroq vijdon bo'lish kerak-ku. Kim sizni bu qilmayda cho'ng qildi? Va kim sizni bunday pul topqida qildi? Va pul bo'lmas etiz bo'lamdi. Va etiz bo'lmas dehqon bo'lamdi. Va dehqon bo'lmas men bo'lamdi, men bo'lsam siz bo'lam turasiz. Ya, men bo'y bo'lmas siz bo'lam turasiz. Bu cho'nglar bunda buyurmasizlik siz bo'lmaydi siz. Qizim, qanday dedim bova? Hepsi ben belik yey. Voy, jon, bova, siz bilik yesangiz bo'lmaydi. Bu degan xalqning biligi. Mening beligim yana toza. Yaxshimas. Unda emas, aka, men bovay kallasida chataq ekan. Meni siz o'zingizni kallasiga taqib ekan. Men
Akilingga bova. Ma chidamas qizingizga yangidan bir nag'is biyanga taza. Voy. Bu beliq neyip kettin go? O chidamas, voy pıqsiq. Voy. O men chidamas ol siz mening nima? Men senin dadang. Buvayning shu munda qarsam ozroq ming'iz chatoqqa o'xshaydi. Taga, qarang, bu yigitcha sizning o'g'lingiz emas. Ishqinglarning faqatda munosabati yo'q-ku, taga. Siz xatolanish qapsiz. Endi senmi bunun buluşup otamsan? Voy, ana mening so'rab atirdik bu ishqa. Taga bu yoqni tunimsiz? Tanıyman. Kim bu? Xotining go. Siz xatolaştınız. Bu mening yo'ldoshim emas. Ajrışıp ketdingmi? Allah bilmaydi. Ya biz ajrashmadik. Biz o'ycam. Ajrashmagan ekan xotin go yana. Ha. Bu bo'yning meni ilgilashkisi bu ishkisi. Men dedim-ku, endi menga ishongaysizlar, men bu bo'yni faqatla tanimayman. Bizni tanımaymiz. Belli. Endi hemmang meni tanışmaysan shundaqmi? Bo'pti. Tanışmasan tanışma. Qasing meni tashlab etmoqchi, shundaqmi? Bova. Men bilan chatig'ing yo'q qasingning, shundaqmi? Bo'pti, men bilan karing bo'lashmisin, men ketdim. Xapaman, Alloh ranjiman. Men xapamandim. Men aldirmandim. Ey naahlilar, qasingni bekib qo'yishingizga cho'ng qilib qo'ysam, meni tashlab o'tishding, Hadismi noigiz qavatdiki, yog'u solab qo'ysa, bilsangmi holimdan xabar ilishmaysa, bir vaqt tamoq apirish u yoq tutsin, uningdan tiriklik ko'mbitsam olmamdi meni. Bo'ldi, bu jondan to'ydim men. Bova! Nima dedingiz, qizim? Bova! Siz mening bovam bo'ldimi? Yana bir dana. Bova! Appa kızım. Bova, endi men sizning ko'nglingizni topgan narsani berey bulamdi. Appa kızım, ahiri meni tanıdыңlar. Ko'nglingizni buzmang bova, ko'nglingizni buzmang. Ahiri meni tanıdыңlar. Meni tanıdыңlar. Voy, buning telefon nomeri turdi. Ha. Bu cho'qinmish bo'yning bolalari dadasidan ansirab yozib qo'ygan nomer bo'lishi mumkin. Telefon baqayli. To'xta, ukam. Buvay bugun bir vaqt tamoqni xotirjam yevasin, andin uring. Ha, u mayli. Lekin men bugungi mehmonni uzab qilma bo'ldi. Voy, yo'q, ukam, yo'q. Men qilma. Ya, men qiltay Ya, bo'ldi. ukam, men bemor qilsa faqat ko'nglim bo'lmaydi. Bo'ldi. Bunda ushaq ishlarni to'lishaveribman. Nevramni yetim qilib qo'ymanglar yana.